nimaga u joydan bu yoqqa ko'chdingiz? Daraxt bitta joyda ko'karadi-ku. Ha, bitta joyda ko'karadi. Bu joyda ko'karishiga ham kimdir qanaqadir ta'sir bo'ladi-da, tushunasizmi? O'sha yerda shu darajaga kelguncha kechalari sovuqida ham qanaqa ishladik bilasanmi? Chiqib qaramasdan, dam olishga qaramasdan hamma narsa qildik-da. Endi hozir ayni rosa g'urillagan paytda uni qilma, buni qilma, uni qilsang olib qo'ygan. Hozir shundoq ham choy qo'ydirmaydi, salat qo'ydirmaydi, olib qo'yib bitta shashlik o'zi bilan biz arenda to'lashimiz kerak. Bundan ko'ra mana bu yerda tinchgina hamma narsani, salatni ham, choylarni ham bemalol o'zimiz xohlagancha qilib ishlaganimiz yaxshi emas. Mana shunaqa arendaga bergan odam, men oldim arendaga, nima qilsam ko'raman-da, arenda pulini bersam bo'ldi, to'g'rimi? Men uni kelib uni qilma, buni qilma deyish kerak emas u. Hozir o'tda faqat shashlikni o'zidan arenda berishing kerak-da. Ham arendani narxini oshirib, ham qisqartirib shuni. Ha, Rustam arenda to'laydimi, oilasini boqadimi, ishchilarni boqadimi, nima qiladi? Chiqib ket deyolmaydi-da. Masalan, kimdir o'sha joyga kimdir ko'z oladi turgan bo'lsa, bunga primoy chiqib ket deyolmaydi-da. O'shaning uchun davet qiladi. O'zi tashlab chiqib ketsa, boshqasi qilsa o'shalarni. Tushundingmi? Men shunaqa deb o'ylayman. O'zi shundoq ham hozir boshqalar ham qo'shilib olgan. Kuxniyalar ishlamas edi kechasi bilan. Sizlar kechgacha ishlaganinglardan keyin kuxnyada ham o'tib olib kechgacha. Ha, o'sha men bitta o'zim ishlagan paytimda-chi kechasi bilan choy damlashga ham, stol yig'ishtirishga ham, idishga yuvishga ham, shashlik pishirib kinetga olib berishga ham bitta o'zim qolib ketardim-da. Shu yerga kelmay qolgan paytda. O'sha paytda men o'sha strovoy xo'jayiniga ham aytganman, men faqat shashlik sotsam bo'ldi. Ol, men choyni, salat-palatni olganda ishlagin desam, bizlar ishchilar kam, kunduz kuni charchaydi degan edi. Endi hozir o'shalar o'zi ham kechasi bizlar ishlab, bizdan choy bilan salatni olib qo'yib ishlashyapti. Bizlar qilsak qildirishmayapti. Nima bu to'g'rimi shu? To'g'ri ekan. O'ta sizlarning fikringiz muhim. To'g'rimi, noto'g'rimi? O'z qo'lda so'rayman.